Afsuski Cabo Verde 3-2 hisobida extra time bo'limida Argentinaga mag'lubiyatga uchradi va Cabo Verde o'z uyiga ketadigan bo'ldi. Argentina esa 1-8 final golini qo'lga kiritdi va keyingi o'yinda Misrga qarshi o'ynaydigan bo'ldi. Cabo Verde shunchaki juda ham zo'r o'yinlar ko'rsatdi. Shunchaki tarix yozib ketmoqda jahon chempionatida Cabo Verde. Cabo Verde o'zining 600 mingtadan tashkil topgan aholisiga bizdan juda ham katta natija kutmangizlar. Birinchi marta jahon chempionatiga chiqyapmiz va play-offga chiqishimiz noma'lum deb aytgan bu Cabo Verde shunchaki zo'r o'yin ko'rsatdi va tarix yozib ketmoqda. 15 million yevrolik butun boshli tarkib topgan bu 15 million yevrolik Cabo Verde o'zidan katta gigant davlatlarni ham mag'lubiyatga uchratishni isbotlab qo'ymoqda. Cabo Verde shunchaki zo'r o'yin ko'rsatdi. Ispaniyaga qarshi o'yinda durang o'ynadi. Urugvayga qarshi o'yinda ham durang o'ynadi va chiqib ketishiga ham ayrim sabablar bilan sababchi bo'ldi Cabo Verde. Va Saudiya Arabistoniga qarshi o'yinda ham durang o'ynadi. Cabo Verde shunchaki zo'r natija ko'rsatdi. Butun boshli jahon chempionatida ham tarix yozib ketmoqda Cabo Verde. Birinchi marta chiqishdayoq. Cabo Verde haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar va kanalimga bitta like bosib obuna bo'lishni ham unutmang.